qo'shin kuylab o'taman yurt bayrog'in. Yalla 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 taronaman nag'naman. Yalla 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 yurt ishqida yonaman. Yalla 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 taronaman nag'naman. Yalla 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 yurt ishqida yonaman. Jonajon ona vatanimiz O'zbekiston mustaqillikni qo'lga kiritganligiga 20 yil to'ldi. Albatta tarix uchun 20 yil qisqa vaqt, lekin shu o'tgan 20 yil ichida dunyoda, xususan O'zbekistonda nimalar bo'lib o'tmadi deysiz. Bu vaqt ichida qancha suvlar oqib o'tdi. O'sha paytda tug'ilgan chaqaloqlarning bugun o'z farzandlari bor. Mustaqillik farzandlari bugun ota-ona maqomida. O'zbekistonda mustaqillikning 2 avlodi ulg'aymoqda. O'zbekiston hukumatı va vatandagi barcha ommaviy axborot vositalari istiqlol yillarida faqat erishilgan yutuqlar haqida og'izlaridan bol tomib so'zlaydilar. Mustaqillik faqat va faqat bizlarga baxt, olam quvonch, hayotimizga farovonlik olib keldi kabi shiorlar shular jumlasidandir. Lekin asl haqiqat qanday? Aslida mustaqillik biz o'zbeklar hayotida qanday ahamiyat kasb etdi? Mustaqillik uchun kurashib, o'zlari vatan ozodligiga yetolmay o'tib ketgan ota-bobolarimiz, istiqlol orzusida butun hayotlarini fido qilgan ajdodlarimizning va bugungi avlodlarning orzu-umidlari bundan 20 yil avval erishilgan mustaqillik yillarida ro'yobga chiqdimi yoki bu umidlar sarobga aylandimi? 20 yil yoki 20 yil rostdan ham juda qisqa fursatmi? Sobiq sho'rolar paytida katta imkoniyatlarga, yer osti va usti boyliklari, tabiiy zaxiralari ulkan bo'lgan O'zbekiston xalqi mustaqillik yillarida nima uchun yoppasiga mardikorga aylandi? Otalarimiz, navqiron yigitlarimiz, gulday go'zal lobar ayol qizlarimiz qo'shni va xorij davlatlarida nima sababdan qulga aylandilar? Nega ularning jasadlari temir tobutlarda vatanga kelmoqda? O'z e'tiqodi, iymoni va g'oyalariga inongan yurtdoshlarimiz nima uchun qamoqlarda, jasliq deya ataluvchi g'ayri insoniy zindonlarda ho'llanmoqda? Nechuk onajonlarimiz farzandlari dog'ida yonib ado bo'lmoqdalar? Nima uchun bolalarimiz xasta, savodsiz va qullarga aylanmoqda? Nima uchun biz o'zbeklarning milliy g'ururimiz kundan kunga yo'qolib, bir to'da ojiz olamonga, sharafsiz millat darajasiga tushib boryapmiz? Sharafimiz bor bo'lsa, nechuk ayol qizlarimizni, onalarimizni va farzandlarimizni zulmdan va xorliklardan himoya qila olmayapmiz? Mustaqillikka erishgan dastlabki yillarimizda orzu-umidlarimiz qanday bo'lgan? Kim qanday xatoga yo'l qo'ydiki, o'zbek xalqi bugun mustaqillikning 20 yilligida shunday g'ariblikka yuz tutdi? Siz va oyoq osti yo'l emas o'zbek. Xohlagan suv olib ichgan ko'l emas o'zbek. Don taratgan va o'ziga qaratgan elu. Hech qachon hech kimga qaram bo'lmas o'zbek. Borgan joyin nobod qilgan boburlari, mas'ullarni ozod qilgan temurlari, tog'lardan balandroq o'zbekning urug'i. Hech qachon hech kimga qaram bo'lmas o'zbek. Jam bo'lmas o'zbek, mag'rurdur o'zbek. Shunga qaram bo'lmas hech qachon vatanim mening o'zbek. Assalomu alaykum muhtaram tinglovchilar. Efirda Zamondosh televideniyasining o'rganishga molik mavzular dasturi. Studiyada dastur muallifi va boshlovchisi men Ulug'bek Bakirov. Bugun 2011-yilning muborak Ramazon hayitining ilk kuni va avgust oyining 30-kuni seshanba oqshomida
O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan fan arbobi, tarix fanlari doktori professor Goga Abrorovich Hidoyatov bilan birgalikda suhbatimizni boshlashdan avval Yevropa musulmonlarining taqvimiga ko'ra bugun nishonlanayotgan muborak Ramazon hayit ayyomi bilan barcha mo'min musulmonlarni tabriklaymiz. Hayitingiz muborak bo'lsin, aziz do'stlar. Taniqli tarixchi olim Goga Hidoyatov bilan suhbatimizni boshlashdan avval u kishining tarjimai holiga va hayot yo'liga sizlar bilan birgalikda nazar solamiz. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan fan arbobi, tarix fanlari doktori professor Goga Abrorovich Hidoyatov 1930-yil 9-mayda Toshkentda ijodkor ziyolilar oilasida dunyoga kelgan. Ota-onasi taniqli o'zbek teatr aktyorlari, SSSR xalq artistlari Abror Hidoyatov va Soraxonim Eshonto'rayevalardir. Otasi Abror Hidoyatov 1947-yilda Shekspirning Otello dramasidagi Otello rolining eng yaxshi mohir ijrochisi sifatida Angliyada tan olingan. Goga Hidoyatov Lomonosov nomidagi Moskva davlat universitetini tamomlagan. 1958-1961-yillarda O'zbekiston Fanlar akademiyasining Sharqshunoslik institutida katta ilmiy xodim vazifasida ishlagan. 1961-1994-yillarda Toshkent davlat universitetining yangi va eng yangi tarix kafedrasi mudiri, 1967-1987-yillarda esa mazkur universitetning tarix fakulteti dekani lavozimlarida faoliyat olib borgan Goga Abrorovich 1990-1999-yillarda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida vazir maslahatchisi lavozimida hamda bir vaqtning o'zida, ya'ni 1994-1999-yillarda Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetida professor lavozimlarida ham ishlagan. 2005-yildan buyon nafaqada. Goga Hidoyatovning muallifligida ilmiy jurnallarda 15 monografiya va 100 dan ziyod maqolalar nashr qilingan. Goga Hidoyatov Moskva, Dehli, Pekin, Peshovorda o'zining ilmiy ma'ruzalari bilan chiqishlar qilgan hamda dunyoning bir qator oliy o'quv yurtlarida, jumladan Manchesterdagi Javohirlar Nehru universitetida va Madras, Quddus, Kolumbiya, Maryland, Pekin universitetlarida hamda New York City kollejida leksiyalar o'qigan. To'ng'ich qizi Nigora Gogovna Hidoyatova 1964-yilda tug'ilgan, tadbirkor, tarix fanlari nomzodi, jamoat arbobi. Kenja qizi Nodira Gogovna Hidoyatova 1967-yilda tug'ilgan, u ham tadbirkor, jamoat arbobi. Goga Abrorovich tarix, siyosat va jamiyat hayotiga qiziqadi. Ishqibozligi esa futbol, shaxmat o'ynash. Goga Hidoyatov shaxmat bo'yicha sport ustasi nomzodi hamdir. O'zbek, rus va ingliz tillarida erkin so'zlashadi, fransuz tilida o'qib, tarjima qila oladi. O'zining internetdagi veb sahifasida tarixchi olim Goga Hidoyatov o'zi haqida jumladan shunday yozadi: Mening hayotim. Men 1930-yil 9-mayda Hamza drama teatrining aktyorlari oilasida tug'ilganman. Bolaligim urush va urushdan keyingi og'ir vaqtlarda o'tgan. Maktabda o'qidim, sportga qiziqardim, futbol o'ynardim. O'zbekiston o'smirlar terma jamoasida to'p surganman. Shaxmat bo'yicha SSSR sport ustasi nomzodligiga normativlarni bajarganman. 1949-yili o'rta maktabni tugatgach, Toshkent universitetining tarix fakultetiga o'qishga kirib, 2-kursdan Lomonosov nomidagi Moskva davlat universitetiga o'qishga ko'chirilganman. 1954-yilda mazkur universitetning tarix fakultetini tamomlab, xalqaro aloqalar tarixi mutaxassisligi bo'yicha aspiranturaga kirdim. Angliyadagi zamonaviy ishchilar harakatlari mavzusida 1959-yilda nomzodlik dissertatsiyamni yoqladim. 1958-yilda Pokiston tarixi va siyosiy hayoti mutaxassisligi bo'yicha O'zbekiston Fanlar akademiyasining Sharqshunoslik institutiga katta ilmiy xodim vazifasida ishga qabul qilindim. 1961-yili Toshkent davlat universitetining yangi va eng yangi tarix kafedrasining mudirligi lavozimiga ko'rik tanlov asosida ishga o'tdim. 1964-1965-yillarda 19-asrning oxirlarida
O'rta Osiyodagi katta o'yin mavzusidagi doktorlik dissertatsiyamni yozish uchun Oksford universitetiga xizmat safariga yuborildim. Mazkur doktorlik dissertatsiyamni yakunlash uchun Oksforddan keyin Moskva universitetiga yo'llandim. 1967-yilgacha 2 yil mobaynida Moskva universitetida katta ilmiy xodim lavozimida ishladim. 1969-yilda 19-asrning oxirlarida O'rta Osiyodagi ingliz-rus aloqalarining tarixidan nomli monografiyam nashr qilindi va shu yili Moskva universitetida doktorlik dissertatsiyamni yoqladim. 1967-yildan 2 lavozimda ishladim. Toshkent universitetining yangi va eng yangi tarix kafedrasi mudiri va tarix fakultetining dekani. 1987-yilda dekanlik lavozimidan ketdim. 1994-yilda Tashqi ishlar vaziri maslahatchisi lavozimiga tayinlanganim sababli kafedra mudirligi lavozimidan ketdim. Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetining xalqaro aloqalar kafedrasi professori lavozimiga 1999-yil o'tganman. 2005-yilda esa nafaqaga chiqdim. 9-sinf o'quvchilari uchun O'zbekiston tarixi darslik kitoblari yozdim. 2002-yilda 10-11-sinflar uchun Jahon tarixi o'quv darsligi nashr qilindi. 2007-yilda mazkur darslik 4 marta nashr etildi. Tarjima ishlari faoliyatimning katta qismini egallaydi. Ingliz muallifi Hilda Hukemning Temir haqidagi asarini rus tiliga tarjima qilganman. O'zbek, rus va ingliz tillarida erkin gaplashaman. Fransuz tilida o'qiyman va tarjima qilaman. 2 qizim bor. Rafiqam Anila G'ulomovna Bobojonova 1975-yili vafot etgan. Dunyoning ko'p mamlakatlarida bo'lganman, jumladan dunyoning 25 davlatida va 4 marta, ya'ni 1970, 82, 84 va 1990-yillarda Amerika Qo'shma Shtatlarida bo'lganman. Mazkur 2011-yilning 9-mayida o'zining qutlug' 81 yoshini qarshi olgan professor Goga Abrorovich Hidayatov O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi arafasida Zamondosh televideniyasi bilan suhbatda ayni damda Shayboniylar tarixiy asarini yozish ishlari bilan mashg'ulligini aytib o'tdi. Goga Abrorovich O'zbekiston poytaxti Toshkent shahrida istiqomat qilib faoliyat olib bormoqda. Muhtaram tinglovchilar, siz professor Goga Hidayatovning tarjimai holi va hayot yo'li hamda faoliyati bilan tanishdingiz. Endi esa zamondosh olib borgan suhbatni e'tiboringizga havola etamiz. Yaratgandan boshqasiga qul emas o'zbek. Hech kimdan kam bo'lmagan, kam bo'lmas o'zbek. Ota-ona ham vatanni tanlamaslar. Vatanga dolar buni hech anglamaslar. Qolgan shoir nobod, qilgan boburlari, mazmunlarni ozod qilgan temurlari. Tog'lardan balandroq o'zbekning urug'ri, hech qachon hech kimga qaram bo'lmas o'zbek. Jam bo'lmas o'zbek, mag'rurdur o'zbek. Shunga qaram bo'lmas hech qachon vatanim mening o'zbek. Demak, Goga Abrorovich, agar meni eshitib turgan bo'lsangiz, demak mana shu O'zbekiston mustaqilligini 20 yilligiga biz Zamondosh televideniyasi turkum eshittirish va ko'rsatuvlar qilyapmiz. Shu maqsadda siz bilan suhbatlashmoqchimiz, domla.
Mayli. Demak, mana shu mustaqillik 20 yilligi nishonlanish arafasida turibmiz. Biz mana shu suhbatdoshlarimiz bilan odatda birinchi savol tariqasida barchaga murojaat qilamiz. Sizga ham shu savol bilan boshlamoqchimiz bugungi dasturimizni. Demak, domla, mana shu O'zbekiston mustaqillik 20 yilligida O'zbekiston xalqi sizni kuzatuvlaringizda nimalarga erishdi va nimalarni yo'qotdi deb hisoblaysiz? Marhamat, domla. Endi birinchidan O'zbekiston mustaqil bo'ldi. Bu juda katta yutuq o'zi. O'zingizni ona tilingiz, o'zingizni jonajon respublikangiz, o'zingizni xalqlaringiz, o'zingizni tilingiz bu rivojlanib keldi. Shuning uchun bu tomondan albatta bu faxrlanish mumkin. Chunki hech kim o'ylamagandi O'zbekiston mustaqil bo'lib yagona mana shu hayot kechirish mumkinligini. Endi bilasizmi, albatta qiyin tomonlari ham bor. Mana shu 24-yilda O'zbekiston tashkil topganda 5,5 million aholisi bordi. 5,5 million. Shu masofada hozir 30 million. Albatta bu murakkab tomonlari ham bor, mana shu qiyinchilik tomonlari ham bor. Bularni tashkil qilish kerak, ish topish kerak. Albatta ko'p qiyinchiliklar bor. Lekin bu masalada albatta bir kunda bo'lmaydi bunaqa mustaqillik. Biz o'shanda o'ylagandik-ku, mustaqil bo'lsak, mana shunaqa tez rivojlanib ketamiz mana shunaqa deb. Lekin boshqa tomondan shunday qiyinchiliklar chiqdiki, shu hech o'ylamagandik. Birinchidan mintaqa Markaziy Osiyoda bu yerda 5 ta respublika bor. 5 ta respublika hammasi o'zini manfaatini o'ylayapti. Birinchidan albatta juda eng kerakli hozir hamkorlik bularning orasida, respublikalarning orasida. Qirg'iziston O'zbekiston bilan munosabatlari, Tojikiston da'vo qilyapti, Samarqand, Buxoroni qaytarib berasizlar deb. Va hokazo. Shuning uchun eng katta hozir kamchilik mana shu yosh yigitlarga, yosh avlodga mehnat ishlarni topib berish, mehnatga ishlatish bularni. Endi bu asosiy masala. Ikkinchi masala endi albatta mana shu amaldorlar. Hech kim o'ylamagandi mana shunaqa kelib o'zimizdan shunday amaldorlar chiqadiki, butun ishlarni buzishadi ba'zi vaqtda. Paraxo'rlik paydo bo'ldi mana shunaqa katta. Endi Sovet davrida ham bo'lgandi bu. Lekin hozir o'zimizdan chiqyapti bular. Birinchidan pul topishyapti hozir. Katta pul hozir aylanyapti. Mana hozir oltinni narxi oshyapti. Bu masalada juda katta yutuqlar bo'lish mumkin. Lekin boshqa tomondan pul hozir amaldorlarni, mana shu tadbirkorlarni puliga o'tib tafovut bo'lyapti. Mana shu past tabaqalar bilan mana shu amaldor va tadbirkorlarni orasida. Domla, kechirasiz, gapingizni bo'ldim. Uzr, shu o'rinda menda bir savol borki, mana shu O'zbekistonni umuman mustaqilligi uchun kurashgan insonlar haqida ham gaplashsak, siz tarixchisiz, buni siz yaxshi tadqiqotlaringizda olib borgansiz, biz bu bilan tanishmiz. Shu o'rinda aytmoqchimanki, mana shu O'zbekiston mustaqillikka erishishida umuman O'zbekistonning istiqloli yo'lida albatta ota-bobolarimiz kurashgan, asrlar osha mana mustaqillikni orzu qilishgan. Ana shu mustaqillik, istiqlol uchun kurashgan ota-bobolarimiz haqida ham tarix nuqtai nazaridan to'xtalib o'tsangiz, domla, marhamat. Endi albatta
Jadidlar g'oya bergandi. O'zimizni mustaqil bir respublikani tuzamiz deb. Jadidlar. Keyin bosmachilar paydo bo'ldi. Shuning uchun O'zbekiston hamisha juda ham bir qo'zg'alon shu bir mintaqa deb hisoblanardi. Shuning uchun juda ko'p shu repressiyalar, shu ko'p shu zolimliklar shu O'zbekistonni xalqiga tushgandi. Shuning uchun mustaqillikka erishganimizda nihoyat xursand bo'lgandik. Chunki qutuldik deb. Lekin boshqa tomondan shu mustaqillik, ozodlik albatta ko'p yangi muammolarni tuzdi. Shu o'rinda domla mana suhbatimiz ham ana shu nuqtaga kelyapti. Meni savolim bor edi. Shu o'rinda umuman mana shu asrlar osha o'zbek xalqi mustaqillikni orzu qilgan edi va bu mana shu 20 yil avval shu mustaqillik qo'lga kiritildi. Xo'sh, mana shu mustaqillik qo'lga kiritganda biz asrlar osha orzu qilgan umidlarimizga mana shu 20 yil ichida erishdikmi yoki bu umidlarimiz sarobga aylandimi? Buni va sabablari nimada deb baholaysiz, domla? Marhamat. Nimaga aylantirdi? Sarobga? Bu siz nima deb o'ylaysiz? Bu mustaqillikdagi orzularimiz ushaldimi yo ushalmadimi? Shuni so'ramoqchiman. Albatta mustaqillik bu juda katta yutuq o'zi. Endi albatta bu o'zidan o'zi bo'lmaydi-ku. Bir 70 yil bir davlatda yashagandik. Endi boshqa davlat bo'ldi. Hozir qarang, Yevropani oling. Yevropada 27 ta mamlakat bor. Ularda qanday inqirozlar bo'lyapti? Ispaniya, Italiya, Bolgariya, Gretsiya. Endi bularga ham e'tibor berish kerak edi. Chunki mustaqillik hozir dunyoda globalizatsiya degan dunyoviy bir jarayon o'tyapti. Shuning uchun bu globalizatsiyaga kirish o'zi xavfli tomoni bor. Shuning uchun birinchi navbatda menimcha hozir o'sha bizda bo'lgan islohotlar hozir mana shu fermerlik, boshqa narsalar hammasi asta-sekin mana shu naqalarni mustaqil g'oyalarni hozir amalga oshyapti. Endi albatta men aytmayapman hammasi yaxshi deb. Chunki qiyinchiliklar bor, muammolar bor. Menimcha hozir birinchi muammo bizni qo'shnilarimiz bilan, bizni mintaqaviy qo'shnilarimiz bilan aloqalarni tuzatish. Chunki menimcha hozir integratsiya bo'lish kerak bu yerda, Markaziy Osiyoda. Agarki integratsiya bo'lmasa, hamma yo dushmanlikka aylanib ketadi, yovuzlikka. Birinchi navbatda men hamisha aytib yuraman. Birinchi navbatda mana shu qo'shnilarimiz bilan munosabatlarni yaxshilash kerak. Bu yerda tashqi ishlar vazirligi ham ishlash kerak. Boshqa tomonda ham boshqa vazirliklar ham ishlash kerak. Endi qiyin bu masala. Endi domla mana shu suhbatimizni boshida aytib o'tdingizki, mana shu ishsizlik muammosi. Umuman olib qaraganda, mana shu mustaqillikni 20 yilligida turgan bo'lsak, albatta mana shu ishsizlik nimasidan qutulganimiz yo'qda, shu ishsizlik muammosidan. Misol uchun mana yigitlarimiz, juda ko'pchilik yoshlarimiz ish qidirib boshqa davlatlarga borishi, xususan mana shu qo'shni Qozog'iston, Rossiya davlatlariga borib mana shu mardikorchilik qilishlari, ayol qizlar ham shunga yuz tutishi, umuman Toshkent ko'chalarida, boshqa viloyatlar markazida ham mana shu mardikorchiliklar ko'payib boryapti-da. Mana shu mardikorchilikning sabablari nimada deb o'ylaysiz va bunga qanday barham berish mumkin? Bu tabiiy narsa o'zi. Agardiki Yevropani olsangiz, Yevropada ham shunaqa polaklar Angliyaga boradi, rumenlar Italiyaga boradi. Buni ham hisobga olish kerak, chunki odamlar yaxshiroq, bir daromadliroq joylarni qidiradi. O'zimizni hozir albatta men aytyapman-ku, mana shu ilgari 5 million
aholisiga mo'ljallagan mintaqada hozir bizda 30 million. Hammaga ish topish qiyin bo'ladi. Endi albatta bu vaqt kerak bunga. Vaqt va albatta islohotlar, yangi islohotlar, masalan ish joy islohotlar, oziq-ovqat islohotlar va albatta ma'muriyatni albatta bir yangi darajada ko'tarish kerak. Lekin mana shu gastarbayterlar Qozog'istonga, Rossiyaga borish bu tabiiy narsa. Bundan qo'rqish kerak emas. Bu globalizatsiya ketyapti hozir. Butun dunyoda hozir ochiq, chegaralar ochiq, odamlar yuraveradi. Ish qidirib, yangiroq, yaxshiroq joylarni qidirib. Bu tabiiy narsa. Bu hech hijolatda emasman. Yosh yigitlar masalan Peterburgga boradi, Moskvaga boradi, ko'p narsani o'rganadi, pul yuboradi, ota-onani boqadi. Yo'qmi? Yo'q, men masalan hijolatda emasman. Boraversin. Demak, domla, navbatdagi savolim, hozir mana shu suhbatimiz boshida ham istiqlol uchun kurashganlar haqida biroz to'xtaldik, lekin shu kungacha mana shu mustaqillikka erishgan bo'lsak, 20 yildan beri va undan avval ham aniqrog'i ikki xil shu tariximizga baho berish borda. Umuman olib qaraganda, mana shu qaysidir manbada bosmachilar deb aytiladi, mana shu Shermatbeklar, Madaminbeklar, umuman bular boshligida mana shu guruhlar va hozirgi manbalarda yangi O'zbekiston tarixida esa bularni istiqlolchilar degan tushuncha ham borda. Umuman mana shu ikki xil fikrga siz tarixchi sifatida qanday baho berasiz? Marhamat. Bilasizmi, bu bosmachi degan so'z o'zi revolyutsiyadan oldin, qo'zg'olondan, Oktyabr revolyutsiyasidan oldin paydo bo'lgan. Ikkita katta bosmachilarning guruhi bor edi o'shanda. Samarqandda Niyoz o'g'ri deyishardi, Farg'onada Avaz o'g'ri deyishadi. Bu revolyutsiyadan oldin 10 yil oldin paydo bo'lgan. Shuning uchun revolyutsiyadan keyin bular endi nima deydi, Yevropani tilida gapirsa Robin Hoodlar, va shu kambag'allik uchun va shu boshachilikka qarshi o'shanda ko'p yordam berishganda dehqonlarga. Shuning uchun bosmachilarning orasida har xil guruhlar bor edi. Biri mana deyarlik Madaminbek. Bu juda ijobiy o'qigan odam edi. Bu mustaqil uchun kurashgandi. Lekin Xolxo'ja, Ko'rshirmat bular endi faqat salbiy baho berish mumkin bularga. Shuning uchun bir baho berish, bir andozaga keltirish mumkin emas bularni. Har xil 140 ta guruh bor edi bularda. 140 ta, har bittasida 50 ta, 60 ta bir odam bor edi. Lekin bosmachilarda asosiy shiori, asosiy talabi erkin savdo degandi. Va shu erkin savdo buyoqdan Buvoya markaziy Rossiyaga o'tdi. Keyin Kronstadt matroslari xuddi shunday bir shiorni olishadi, erkin savdo degan. Keyin Lenin shuni asosida NEP degan siyosatni kiritadi, erkin savdo degan. Erkin savdo bo'lgandan keyin bir guruh bosmachilar o'zini marrasiga erishgan deb bu qurolni tashlagan. Erkin savdo demak o'shanda ochgandan keyin juda ko'p savdo masalalari, iqtisodiy masalalar, juda ko'p narsa hal bo'ldi. Endi shu o'rinda hozir bu navbatdagi savol mana shu 2-jahon urushi bilan bog'liq va undagi biz turkistonliklar ishtiroki masalasi bo'yichada. Albatta bu borada ham sizning chiqishlaringizni, mana shu yozilgan adabiyotlaringizda, kitoblaringizda biz tanishmiz. Shunday bo'lsa ham mana shu tinglovchilarimizga shu o'rtoqlashib o'tsangiz, men demoqchi bo'lganim navbatdagi savolim shuki, mana shu 2-jahon urushida turkistonliklarda demak, o'sha nemis qo'shinlari
ularga asirga tushishi va ularda Turkiston legioni tashkil etilishi. Shu masala ham shu kungacha hozir bosmachilar harakatiga, istiqlolchilar harakatida ikki xil tushuncha borda. Umuman mana shu Turkiston legioniga siz tarixchi sifatida qanday baho berasiz, domla? Marhamat. Asirga tushganlar nima? Ha, asirga tushganlar, umuman keyin Turkiston legionini tashkil qilganlar haqida. Ha. Endi bilasizmi, shunday vaziyat bo'ladiki, bir boshqa iloj yo'q. Taslim bo'lishga. Taslim bo'lgandan keyin taslimlanib lagerlari bor edi, qamoqlari bor edi. Lekin Turkiston legionga tushgan bizni vatandoshlarimiz, qozoqlar, qirg'izlar, tojiklar hammasi qo'liga qurol oldi. Qurol olgandan keyin bu xiyonat deydi buni. Shuning uchun bir qismi men Boymirzo Hayit bilan ko'p gaplashgandim. Ben Germaniyada bo'lgandim, u bilan gaplashgandim. Endi u afsuslanmagandi. Lekin boshqa tomonda menga o'shanda vaziyatni aytib berdi. Nima uchun bular qo'lga tushganligini birinchi kunlarda biz 24-iyunda hali urush boshlanganini bilmagandik. Keyin deydi generalimiz kelib aytdi, biz qurshovga tushdik. Shuning uchun kim qanday xolasa shunda taqdirini hal qilaversin deb hammamizni tarqatib yubordi. Keyin nemislar kelib bizni asirga oldi. Lekin deydi, men deydi, qo'limga qurol olmagandim deydi. Ba'zilari qurol olib Yugoslaviyada, Italiyada shu xizmat qilishgandi. Men masalan boshqa odamlarni ham bilaman. Men Fransiyada bo'lganda bir qabristonda 5 ta o'zbekni go'rini ko'rib qoldim bir qabristonda. Bular partizanlarning orasida bo'lgan. Demak, ko'rdingizmi? Bir qismi bu tomonda, bir qismi u tomonda. Bu urushda ko'p qirrali masala chiqadi. Shu o'rinda Goga Abrarovich, shu o'rinda yana bir savolki, siz qanday baholagan bo'lardingiz? Misol uchun mana xo'sh Turkiston legioni tuzildi, mana shu Gitler askarlaridan, umuman shuni armiyasi tarkibida bular maqsadiga shu Turkiston legionidagilar ishonganmi? Haqiqatan ham Gitler Germaniyasi g'olib chiqadi va Turkistonni mana shu Turkiston legioniga boshqarish uchun beradi. Shu g'oyaga bular nechog'lik ishonishgan va buni amalga oshadi, real bo'ladi deb ishonishgan deb hisoblaysiz? Marhamat. Yo'q, men Boymirzo Hayit bilan suhbatlarda bo'lganimda hech qachon buni o'ylamagandim, Gitlerchilar g'olib chiqadi deb. Chunki buni ko'rgandi yo'da. Gitlerchilar tomoniga o'tish bu jonni saqlashdi. Bu hammasi tabiiy bo'ladi. Bu qahramonlar, Matrosovga o'xshagan qahramonlar kam bo'lgandi. Hammaga o'zini joni aziz. Shuning uchun bularni tushunish kerak. Albatta, men shu masalan menga Boymirzo Hayit aytib berganda aytdi, bunaqa g'oyaviy bu yerda bironta bir tomoni yo'q edi. Bu yerda faqat jonni saqlash edi. Tirik chiqish deb. Mana masalan shu. Umuman mana shu tarix haqida men navbatdagi savolim shuki, umuman mana shu tarixda deylik dunyo tarixini gapirmaylikda, mayli mana shu o'zimizni O'zbekiston va umuman sobiq sho'rolar paytidagi bizning vaziyatimiz. Men demoqchi bo'lganim, mana shu so'nggi 100 yillik ichida umuman tariximiz bir siyosiy, aytish joizki, bir bo'yoqlar bilan berilganda, misol uchun mana Sovet paytida, sho'rolar paytida o'qigan insonlar umuman tariximizni mana shu qizil bo'yoqlarda ko'radi. Hozirgi yangi tarixda, O'zbekistonda yozilayotgan yangi tarixda siz qanday bo'yoqlarda ko'rasiz yoki bunda bo'yoq yo'qmi? Umuman siyosiy nuqtai nazardan men so'rayapman-da, domla. Marhamat. Bilasizmi, bizda tarix fani
ancha zaif bo'lib qoldi. Bana masalan tarix institut 100 odam ishlaydi yo'da. 100 odam bu juda katta kuch. Lekin haligacha O'zbekiston tarixini mana shu akademik endi demak yo'llanma beradigan jarayoni hali yozilmagandi. Bana Asqarov degan bir yoqda akademik bor edi, institut direktori. Prezidentning oldida va'da qilganda aytgandi 5 jildi tayyor deb. 5 jildi tayyor. Hali bittasi ham yo'q edi. Haligacha hali yo'q. Mana Qozog'istonda 10 jillik chiqdi qozoqlarning tarixi. Ularning tarixi yo'q edi. Lekin ular hozir nima bo'lsa ham sunniy bo'lsa ham chiqarishyapti. Chunki tarix juda katta bir tarbiyaviy vosita. Tarix vatanparvarlik. Tarix insonparvarlikka o'rgatadi. Tarix ona vatanni sevish, ona vatan uchun kurashish shunga olib boradi. Endi shunda vaziyatda shunda imkoniyat berilganda bularning qo'liga hozir juda katta imkon berilgan. Har bunaqa deyarli ko'zga ko'rinadigan bir nufuzli bir ish chiqarishmadi. Yaqinda institut direktorini ishdan olib tashlashdi. Uni o'rniga boshqa keldi. 2 yil bo'ldi. Lekin 2 yil ham hali hech qanaqa o'zgarish ko'rmayapti. Endi bu juda katta hozir kamchiligimiz. Tarix yozilmayapti bizning tariximiz. Bizga hozir yoshlarga shu tarixni yozib berish kerak. Men hozir bir asarni yozyapman. Shayboniylar to'g'risida. Qanday sahifalar bor ekan. Haligacha biz bilmagandik. Sovet davrida juda ko'p ish qilingandi. Bu faqat marksistik bir g'oyasi emas, bu yerda juda katta shu Novay, Bobur, Timur to'g'risida ham o'shanda boshlangandi oxirgi vaqtlarda. Lekin hozir bunaqa nufuzli ishlar chiqmayapti. Men afsus bunga. Buni sababi nimaga? Mana mustaqilligiga 20 yil bo'lgan bo'lsa, unda mana o'sha paytda tug'ilgan farzandlar hozir 20 yoshga kirgan. Bu hozirgi unib o'sib kelayotgan yoshlar O'zbekistonni qadimgi dunyo tarixidan to shu kungacha bo'lgan tarixni qanday bular o'rganish kerak? Umuman nima uchun mana shu tariximiz yaxshi yoritilib, yaxshi yozilmayapti, domla? Bilasizmi, tarix asosan misollardan iborat. Misollar Jaloliddinlar bor edi, Temur Maliklar bor edi, Boburlar bor edi. Mana qarang, Bobur Pokiston o'zini birinchi ballistik raketani nomini Bobur deb qo'ygandi. Mana qarang qanday qahramonlar, qanday sarkorlar bo'lgandi. O'shalarni o'rganish kerak. Hech kim menimcha hozir bu bilan o'rganmayapti. Eng bizni hozir tashviqot ishlarimizda eng zaif joyi tarix. Tarixni o'rganmayapmiz. Bunaqa yosh yigitlardan mana shu hozir Bobojonov Baxtiyor chiqdi, yaxshi. Juda yaxshi bir aqlli bir tarixchi. Endi bularni qo'llab-quvvatlash kerak, yangi avlodlar. Biz endi o'z vazifamizni bajardik. Men 87-yilda mening jonajon tariximni yozgandim o'shanda. Keyin darsliklarni yozgandim. Keyin kerak bo'lmabdi bular. Boshqalarga berishdi. Endi hozir boshqalarni darsliklarni bilmayman. Ularga Xudo quvvat bersin. Hozirgi kunda umuman mana shu darsliklar, umuman o'rta maktablarda, O'zbekiston o'rta maktablarida va oliy o'quv dargohlarida hozirgi o'qitilayotgan tarixdan xabardormisiz? Agar xabardor bo'lsangiz, buni qanday jihatdan baholaysiz, domla? Yo'q, men xabardor emasman. Men 5 yildan beri pensiyadaman. 5 yildan beri. Shuning uchun o'yda o'tirib yozyapman. Bultur İstanbul'da katta kitabım çıktı. 20
diplomatiya degan. Eshitgan bo'lsangiz bir toping. Eshitganman, lekin bu qaysi tilda chiqqanini menda ma'lumot yo'q, qaysi tilda chiqqani haqida. Rus tilida chiqqan. Chunki bu rus nashriyoti menga buyurgandi. Moskvada bir shunaqa nashriyot bordi, o'sha menda irtibot qilishdi. Va shu siz qanday qaraysiz mana shu 20-asr? 20-asr diplomatiyasi degan 40 pechatный list ishim chiqdi Istanbulda, keyin Moskvada sotildi. Bu internetda ham turibdi, siz ana shu o'zingiz sahifangizda, veb sahifangizda ham turibdi agar yanglishmasam. Nima dedingiz? Bu hozir siz aytgan 20-asr diplomatiyasi mana shu internetdagi sizni veb sahifangizda ham turibdi deyman. Ayo, bor, mana shu naqadar chiqqan internetda chiqqan. Keyin men boshqa kitob yozgandim, Samaniylar inqirozi degan. Mana shu tarixda buzilishi, tarixni mana shu soxtalashtirishi hozir juda rivojlanib ketgan respublikalarda. Qardosh respublika. Mana qarang, Samaniylar. Samaniylar birinchi tojik davlati. Demak, Samarqandni qaytarib berish kerak ularga. Buxoroga ham hozir da'vo qilishyapti. Bu nimaga olib keladi? Dushmanlikka olib keladi faqat. Shu uchun tarixda hozir tarixga e'tibor berish kerak. Juda katta bir ahamiyatga ega narsa bu. Buni ba'zi odamlar tushunmaydigan tarixni uncha zaruriyati yo'q deb. Yo, kechirasiz. Bu tashviqot ishini yuragi desa bo'ladi. Albatta, u tarixsiz kelajak bo'lmaydi. Shu o'rinda men navbatdagi savolim hozir mana shu xorijda mana shu o'zbeklarimiz hozir ko'p, yetarli darajada ko'p. Hozir men demoqchi bo'lganim, bu yerda yangi unib o'sib kelayotgan xorijdagi o'zbeklar bor, ya'ni u yosh avlod. Men shu yosh avlod bilan suhbatlashganimda tabiiyki ular shu yerda qaysi davlatda bo'lsa shu yerda maktablariga boradi, shu yerda oliygohlarda o'qiydi, lekin O'zbekistondan qandaydir jihatdan uzilganki, ya'niki mana shu tariximizni boshqa o'quv manbalaridan u bexabarda. Men ular bilan gaplashganda ular aynan O'zbekiston tarixiga qiziqishi bor biz o'zbek yigit qizlarimiz, lekin ular mana shu qaysi manbalardan foydalanishni bilishmaydi. Ular bilan suhbatlashganda aytadiki, biz qo'limizga O'zbekiston tarix kitobini olganimizda bu qanday bo'yoqda yozilganligidan qo'rqamiz. Bizga xolis manba kerak. Biz qaysi manbadan O'zbekiston tarixini xolis va to'g'ri o'rgansak bo'ladi degan suhbatlarni ko'p eshitganman. Mana shu savollariga siz mana shu yoshlarimizni, xorijdagi o'zbeklarning yoshlarini mana shu savoliga siz qanday javob berasiz, domla? Marhamat. Bilasizmi, tarix hech qachon xolis bo'lmaydi. Tarixchini o'zini nuqtai nazari bor, o'zini g'oyaviy qarashlari bor. Shuning uchun bu asos bo'ladi. Lekin boshqa tomondan tarixda bir vijdon bilan yozish kerak. Albatta bizda bunaqa deyarli nufuzli hozir kitoblar chiqmagan. Shuning uchun hozir asosiy men bir necha vaqtdan beri aytib yuribman. Gazlarda ham yozgandim. Birinchi navbatda hozir tarixni bir yuksak darajaga, zamonaviy darajaga chiqartirish kerak. Kechagi ertaklar, kechagi cho'kaklar bular bo'lmaydi. Bularni birinchi navbatda hozir juda katta bir tarixiy hujjatlar, tarixiy voqealar, mana shu men aytyapman-ku, misollarda naqa qilish kerak, tarbiya qilish kerak. Mana o'zimiz saytim bor. Naqada internetda Asia Forum degan. Eshityapsizmi? Eshityapman men sizni diqqat bilan eshityapman. Eshityapman. Mana shu saytim bor, Asia Forum. O'shanda
bizni ma'naviy boyligimizni, bizni ma'naviy xazinamizni, bizni ma'naviy uyg'onishimizni juda ko'p misollar keltirgandim. Qarasam, juda ko'p Yevropada chiqadigan kitoblar Markaziy Osiyoda yozilgandi. Keyin arab tiliga tarjima qilingandi. Keyin lotin tiliga tarjima qilib, ular endi lotin bir muallif sifatida chiqartirilgan. Shuning uchun hozir birinchi navbatda albatta bir tarixchilarni qo'mitasini tashkil qilish kerak. Yo'q, tarixchilarni ittifoqini tashkil qilish kerak. Yo'qda albatta bu qiyin narsa. Lekin agardiki bunaqa erkin bir erkin maslahat, erkin muzokaralarsiz bu rivojlantirib bo'lmaydi. Chunki tarix birinchi navbatda erkin bir muzokaralarda rivojlanish mumkin. Hozirgi kunda domla kechirasiz. Hozirgi kunda umuman O'zbekiston tarixini yozishda hukumat va davlat umuman qanday yondashyapti, qanday ishlar olib borilyapti? Mana shu tariximizni yozilishi bo'yicha. Bu bilasizmi, mana bundan xabarim yo'q. Agarda biror bunaqa katta loyihalar bo'layotgan bo'lsa, albatta siz ham ishtirokingizga bular chaqirib taklif qilishlari tabiiy-ku, to'g'rimi? Demak, bo'lmayapti degan xulosa chiqarsak bo'ladimi, bo'lmaydimi? Bilmayman, meni hech qayerga chaqirishmayapti hozir. Chunki meni o'zimiz mustaqil fikrlarim bor. Mana mening jonajon tarixni yozganimda qancha to'polonli bo'lgandi. Qancha urush, radioda, gazlarda. Men aytgandim o'shanda. Mayli, men yomon yozgandim. O'zinglar yozinglar. Bu nima bu? Yozolmayman. U qanday farq jihati bor edi? Mana shu sizni yozgan tarix manbaingiz bilan boshqa odatdagi an'anaviy tarixchilarimizdan asosan qanday g'oyalar bilan farqlanardi va bu nima uchun mana shunaqa har xil vajlarga sabab bo'ldi deb o'ylaysiz? Bilasizmi, men shu bir marta radioda meni ishimni tanqid qilib chiqqandi. Yolg'on gaplar. Bu deydi Temurni qo'rqoq dedilar. Temurni urushdi. Yo'da bunaqa gaplar yo'q edi. Kitobimda hech qanaqa, men sotga berdim. Sotga bersam 3-kurs filologiya fakulteti 3-kurs studenti chiqib radioda unga mikrofon berib, butun respublikaga shu meni qoralab chiqadi. 3-kurs studenti. Demak, bu uyushtirilgandi. O'shanda. Men o'shanda xolis bir o'zimning nuqtai nazarimda Temurni yaxshi tomonlarini ham va kamchiliklarini ham yozgandim. Lekin ko'proq o'shanda ham men chunki ilgari ingliz tilidan Hilda Hukmni Temur to'g'risida kitobini tarjima qilgandim. O'shanda birinchi navbatda bilib qoldim. Temurni butun jahon adabiyotida ijobiy tomondan hurmat qilishar. Temur to'g'risida 1000 ga yaqin kitob chiqqan ekan dunyoda. Bunaqa hech kim to'g'risida bunaqa kitoblar chiqmagandi. Shuning uchun bularga asoslanib men yozgandim. Endi butun dunyodagi 3-kurs studentlar, boshqa sohadagi odamlar o'qimasdan faqat birontasini eshitgan ekan, mana shu Temurni qo'rqoq deb yuribdi boshqa odam deb. Endi men o'shanda nima deb yozgandim? Naxanov Oltin O'rdani islom qilgandan keyin Moskvaga hujum qiladi. Lekin Moskvaga tegmadi. Chunki Moskva bir qishloq edi, hech
ahamiyatga ega emasdi. Temur uchun har bir jangchi aziz edi. Shuning uchun urushga qatnashsa qaytib ketdi. Shuni Temurni qo'rqoq deydi. Mana ko'rdingizmi, mana shunaqa tanqidchilar borki, bilar bilmas mana shunaqa gaplarni tarqatib yurishadi. Domla, mana bugungi eshittirishimiz ham o'z poyoniga yetib boryapti, lekin men yana ozgina savolim bor sizga. Umuman bugungi kunda mana shu zamonaviy O'zbekistonda yetishib chiqayotgan mutaxassislar, mana shu aynan mana shu gumanitar sohada tarixchilar, faylasuflarimiz, boshqa sohadagi, ijtimoiy sohadagilarni yetishib chiqqan mana shu yosh mutaxassislarni keksa avlod tanqidiga ko'p duch bo'lyapti. Ya'ni kim bularda savodsizlik, qo'polroq qilib aytganda, savodsizlik va chala o'qishlik. Umuman olib qaraganda yoshlarning ichida haqiqatan ham bir jiddiy yondashilmagan va ular o'qigan manbalar ham chalkash, umuman ulardagi ma'lumotlar ham chalkash. Umuman bu qaysi sohada bo'lishidan qat'iy nazar. Mana shu nima uchun shunaqa bir chalkashliklar va yoshlarimizni bir qarashda qarasak bir ommaviy savodsizlikka qarab ketayotganiga o'xshaydi. Buni sabablari nimaga, buni qanday siz baho berasiz? Marhamat. Bilasizmi, birinchi navbatda ko'p narsa o'qituvchilarga bog'liq. Bizni avlodimiz o'tib ketdi. Biz ko'p o'qigandik. Men Moskva universitetini tamom qilib, keyin Oksford universitetida stajirovkani o'tgandim. Doktorskiy dissertatsiyani o'sha yerda yozgandim. Ko'p bizni domlalarimiz o'shanda o'z ustidan yaxshi ishlagandi. Talab qilardik. Men 20 yil tarix fakultetiga dekan bo'lgandim. Talab qilardik, mana shu yilda 2-3 ta maqola chiqmasa ishdan chiqarib yuborardik. Shuning uchun o'shanda talab bo'lgandi. Hozir bunaqa talablar yo'q. Chunki bilmayman nima uchun men shu tarix fakultetiga qarasam achinib ketaman. Chunki bunaqa ilgarigidek ishchan, ishni biladigan, o'z ustida ishlaydigan mana shunaqa domlalar qolmayapti. Qarib ketyapti. Endi bularni yangi avlod o'rnini bosish hali ancha bordir. To'g'ri. Endi domla, navbatdagi savolim umuman bugungi kundagi mana shu O'zbekistondagi ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy hayot jabhasidan siz qoniqasizmi, qoniqmaysizmi? Har ikki holatda ham mana shu sabablarni aytib o'tsangiz, marhamat. Bilasizmi, bizni oilamiz Abror Hidoyat, Sora Eshonto'rayeva Albatta. Nihoyat vatanparvar edi. Xudo rahmat qilsin. Nihoyat yaxshi ko'rsatdi o'zini respublikasini, o'zini vatanini. Bu bizga zotdan o'tgan. Men yaxshi ko'raman o'zimni, mamlakatimni. Meni ko'p vaqt chaqirishganda Amerikaga ham, Angliyaga ham ishga borishga. Meni ona vatan. Men unga xizmat qilishim kerak. Bu yerda Chaqatay qabristonda menga aziz go'rlar bor. Bularni kimga tashlab ketaman? Shuning uchun men e'tibor bermayman bu saviyasi gaplarda ma'naviy. Men ko'chaga kam chiqyapman hozir. Chunki asosan ertalabdan kechgacha Shaybaniylarni yozib o'tiribman. Men shu agardagi Boburni yozaman desa odam juda katta bir xazina topadi bu odamdan. Buni gaplarni juda katta bir to'plam qilib chiqarish mumkin. Bu bilasizmi, hammasi o'tib ketadigan. Bizni an'analarimiz bordi. Bizni buyuk mutafakkirlar bor edi, olimlar bor edi. Nahotki bular yo'qotgan. Yo'q, qaytib keladi hali. Men ishonaman. Men o'z ana vatanimga ishonaman, albatta.
Albatta. Hozirgi mana shu Shayboniylar asaringiz hozir qanday palla, qaysi pallada va umuman bu asarda kelajagi haqida, umuman rejalaringiz haqida ham aytib bera olasizmi? Nima deb men tushunmadim savolni. Hozir mana Shayboniylar asari ustida ishlayapman deb aytdingiz. Mana shu asaringizni, yozayotgan asaringizni kelajagi haqida aytib bera olasizmi? Buni rejalari haqida, umuman shu asarda. Bu asarim to'g'risizmi? Ha, asar haqida. Endi bilmayman, meni asosiy vazifam buni tugatish. Men 81 yoshga kirgan odamman. Meni asosiy vazifam, eng asosiy vazifam shuni tamom qilish. Yo'da Xudo biladi. Yaxshi. Domla, endi oxirgi savolim, garchi shu bugungi mavzuyimiz o'zi asosiy mavzusi demak mustaqillik 20 yilligi ekan, umuman O'zbekiston kelajagini, yaqin kelajagini siz qanday tasavvur qilasiz? Men o'z xalqimga ishonaman. Ochdan o'lmaymiz. Albatta ko'p narsalarni rivojlantirish kerak. Lekin mana vijdonim, mana dunyo qarashim, men o'z xalqimga ishonaman, yaxshi ko'raman bu xalqni. Rahmat domla, siz hozirgi kundagi umuman to'g'ri mana shu asar bilan mashg'ul ekansiz, umuman shaxsiy hayotingizda umuman qanday, sog'ligingiz qanday, o'zingizning kayfiyatlaringiz qanday, umuman ichki vaziyatlaringiz, umuman shular haqida ham mana shu tinglovchilarimizga o'rtoqlashib o'tsangiz, marhamat. Bilasizmi, har bir mamlakatda har xil odamlar bo'ladi. Norozilar bo'lishi mumkin, qiyinchiliklar bo'lishi mumkin. Men masalan o'z ishimni qilyapman, o'z ustimda ishlayapman, yonimda bolalarim bor. Shuning uchun bu masalada menda bunaqa bir xafachilikka yoki norozilikka menda asos yo'q. Bu men ishlayapman, o'z ustimda 81 yoshga kirsam ham lekin ishlayapman. O'z ishimni topdim. Shunga aytaman-da, siz soat 81 yoshdaman deyapsiz. Albatta bu yosh ulug', mo'tabar yosh, ish qilib hammamiz ham shu yoshlarga kirib yuraylik. O'zingizni qanday bu nima qilyapsiz? His qilyapsiz? Sog'ligingiz qanday? Sog'liq endi 81 yoshga kirganda bugun bunaqa bo'ladi, erta bunaqa bo'ladi. Bu tabiiy hammasi. Men faqat Xudodan bir narsa so'rayapman, mana shu ishni tamom qiling deb. Boshqa armonim yo'q. Yaxshi, unda Goga Abrorovich, lekin ovozingizdan, mana shu kayfiyatingizdan juda ham bardamsiz, juda ham yaxshi his qilyapsiz o'zingizni va shunday bo'lib qolishingizni biz tilakdoshimiz. Hamisha salomat bo'ling, doimo tinch bo'ling, qalbingizdagi barcha niyatlaringizga yetishingizni biz ham tilakdoshimiz. Asarlaringizni yaxshi tugatib va keyingi asarlaringizni ham yozib, yaxshi niyatlaringizga yetishingizni istaymiz. Bugun mana shu qimmatli vaqtingizni ajratib bizga suhbat berganingiz uchun tashakkur. Sizga uzoq umr, tansihatlik tilaymiz domla. Men sizga bir misol keltiray. Marhamat. Eshityapsizmi? Albatta, marhamat. Bobur 15-yilda 1515-yilda birdan ishini yozishni, Boburnomani yozishni to'xtatib qo'ydi. Qizi Gulbadam begim so'radi, "Ada, siz nimaga to'xtatdingiz? Nimaga kitobingizni yozmayapsiz?" dedi. U aytdi, "Qizim, kitobimni tugatganimda meni hayotim nihoyasiga yetadi." Kitobni tamom qila olmadi. Ingliz yozuvchisi Annette Beveridge uni ilgarigi yozilgan narsalarni topib, mana shu hammasini qoplab qo'ydi. Mana shu yillarni 1515-yildan boshlab 1521-yilgacha 6 yillik yozmalarni o'zi topib qo'ydi. Shuning uchun ingliz tilidagi Bobur
Boburnoma. Rus tilidagi Boburnamada ancha farqi bor. Va shu yillar yoda to'plangan. Shuning uchun men hamma tarixchilar agar eshitib o'tirsa, tarix shunaqa bo'lishi kerak, topish kerak, qidirish kerak. Bu nihoyat mushkul narsa o'zi tarix. Bu xuddi quduvni endidan qazishga o'xshaydi. Lekin samarasi shirin bo'ladi. To'g'ri. Rahmat domla, umuman mana shu tinglovchilarimizga, mana shu xorijdagi o'zbeklarga, umuman hamma tinglovchilarimizga agarda qalbingizda aytar so'zingiz bo'lsa, marhamat domla. Endi nima desak bo'ladi? Tilaklaringiz, niyatlar. Tilaklar, vatanga sodiq bo'linglar. Mana shu yoshlarga aytaman. Bu go'zal mamlakat. Bu men ko'p mamlakatlarda bo'lgandim, lekin birontasini bir taqqoslab bo'lmaydi O'zbekiston bilan. Ajoyib bir jannatni bir burchagi desa bo'ladi. Sodiq bo'linglar, yaxshi ko'ringlar, ishlaylar bo'linglar. Rahmat Goga Abrorovich, mazmunli suhbatingiz uchun salomat bo'ling, doimo omon bo'ling. Ishlaringizga muvaffaqiyat tilaymiz. Rahmat, omon bo'linglar. Ishlaringizga muvaffaqiyat. Rahmat. Muhtaram zamondosh muxlislari, jonajon vatanimiz O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi munosabati bilan o'rganishga molik mavzular dasturida mustaqillik 20 yil, nimalarga erishdik, nimalarni yo'qotdik loyihasi bo'yicha turkum ko'rsatuvlar, eshittirishlar bo'lib o'tmoqda. Unda siz O'zbekiston davlat va siyosat arboblari, taniqli muxolifat namoyandalari, inson haqlari kurashchilari, fuqaroviy jamiyat faollari, olimlar, adiblar, taniqli shoir, yozuvchilar, jurnalistlar hamda millat va xalqimiz xizmatidagi ziyolarimizning mazkur mavzular bo'yicha chiqishlarini kuzatib borishingiz mumkin. Qadrli muxlislar, mustaqillik 20 yil, nimalarga erishdik, nimalarni yo'qotdik loyihasida ishtirok etishni istasangiz, ushbu mavzu bo'yicha o'z savollaringizni elektron pochta orqali zamondoshlar elektron pochta belgisi gmail.com manziliga yuboring. Istasangiz savollaringizni o'zingiz audio yoki video formatda suhbatdoshlarimizga yuzma-yuz jonli tarzda berishingiz ham mumkin. Faqat bu haqda avvaldan bizga maktub orqali xabar bering. Yo'llagan xabaringizda iloji bo'lsa telefon raqamingizni yoki Skype manzilingizni ko'rsatib o'ting. Biz siz bilan aloqaga chiqamiz, savollar yo'llang. Sizning savollaringiz biz uchun muhim. Muhtaram do'stlar, shuning bilan o'rganishga molik mavzular dasturining yana bir soni o'z poyoniga yetdi. Bugungi dasturimizda O'zbekistondan tarix fanlari doktori professor Goga Abrorovich Dayatov ishtirok etdilar. Dasturni Norvegiyadan men Ulug'bek Bakirov olib bordim. E'tiboringiz uchun tashakkur. Kelasi dasturimizda efir orqali ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Maktub va savollaringizni kutamiz. Biz bilan birga bo'ling.